Bol. Ayting. Zohir. Men Ismoil Qo'shqorov Zoid Art polkoni 1-divizionni 2-batarasiya xizmat qilaman. 82-84 hammalari sog' bo'lsa, kelin bilan qo'sha qarizlar. Hammamiz sog' salomat ko'risharaylik. Rahmat sizga. Mansurov Endi Muhiddin. mana qonish bo'lyapti-da, hozir hamma bitta-bitta. Pekotniy polkdanman. Olmish, uchta sakkiz. Tanishtirib. Chasta xizmat qilganman. Yo'q, 82-80. bu boshqa. Bu Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Bu boshqa narsa bu. Sog' bo'linglar. Hopda. Avvalo assalomu alaykum. Man ko'ram sulton degandim. Ana sulton topishga keladi. Ha, lekin ancha yengil bo'ldi. Xizmat qilganmiz Yo'q, man ayniqsa seni bilmadim. Man shuncha Man Neyrutin shahri Sapyon rotiya xizmat qilganman. ishlarim taqlib boraydi. Hali uni gaplashamiz. Yashash joyimiz Qarshi. Hammalaringizga sihat salomatlik tilayman. Akasiz. Men Kobram qishlog'idanman. 82-84 Lisaki 367 Bandibur polkida xizmat qilaman. Mexanik voditilman. Hammalaringiz sog' salomat bo'lingizlar. Assalomu alaykum ahli xizmatdoshlar. Men ismim Abdulla Muhammadiyev, Qashqadaryo viloyati Kitob rayonidan 58-306 chasta xizmat qilamiz. Mana do'st birodarlarni, xizmatdoshlarni ko'rganimizdan benihoyat xursandman. Mana shunday o'tirishlarimiz yana davom etib ketaversa, iyniga ham, bo'yiga ham. Mana Isomiddin to'g'ri aytdi. Yiliga birmi, 6 oyga birmi, mana shu ishlarni tashkillashtirishga men ham qo'shilaman shu narsaga. Hammalaringiz sog' bo'lingizlar, bola chaqalaringizni boshiga omon bo'lingizlar. Alloh taolo nima yaxshilayotgan bo'lsa, niyatlaringizni yetkazsin. Qashqadaryo viloyat Koson tumanidanman. Tanishtirishga. Yuqorida gaplarga qo'shilamiz. Hammalar sog' salomat bo'ling. O'zi ketdi. Shoyfullar bilan borganman. Didda so'raydi-da. Mana shu yigitlar bilan armiyada xizmat qilganmiz. Afg'onistondan Avtomatda yaxshi gaplar bo'ldi, ammo shu qo'shilamiz. Afg'onistondan Qashqadaryo viloyat Kitob tumanidan. O'tkazildi. Men Fozil Jalilov. Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan. Mana shu o'rtoqlarim bilan birgalikda mana xizmatdoshlar bilan yig'ilib turgan ekanmiz. Hammasiga nasib bo'lsa, omadlar yor bo'lsin. Ko'p yashasın mana shu yerdagilar. Nasib bo'lsa, mana shu yanaga 6 oylarda uchrashamiz deyishyapti. Men ham qo'shilaman shu gaplarga. Tamom bo'ling. Давай. Bo'mra shodi qaytib kitob. Magazin müdür qishlog'i. Ha, magazin müdür bu ishda. Hamma kuch ketganman. Assalomu alaykum xizmatdoshlar. Men Majidov Farog 9-batareya xizmat qilganman. Bugungi uchrashuvdan juda xursandman. Alloh shu kunlarga yetkazganiga men shukrlar aytaman. Doim sog' salomat bo'linglar. Tushunaman men. Lekin chiroyli qilib tushuning-da. Men Ahmedov Sharifman, Samarqand tumanida yashayman. Xizmatdoshlarga hammalariga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Hamma sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar, hech qachon kasal bo'lmanglar. Kitob rayonidanman. Shuni tashkil qilgan quroldoshlarga juda katta rahmat. Yuzlarga kirib uchrashib yuraylik. Doim davom etsin. Hammaning ishiga omad. Man Nazarov Rajabali Kitob rayonidan, Yenov qishlog'idan shu yigitlarni birga xizmat qilganmiz. Men o'raydan Mahmud og'da. Germaniyada xizmat qilaman. Xellerda. Hammani ishini omadini bersa, nasib bo'lsa yana 6 oylarda uchrashib yuraylik. Rahmat. Nomini o'zgarib ketganmi nomi? Kombinat Silkuzut. Bugun bir yaxshi uchastka degan joy bor. Quroldoshlarimiz, xizmatdoshlarimiz yerga yig'ilgan. O'zini remont qiladigan joy.
xizmat 82-yildan 84-yilgacha Germaniyada davlatda bo'lgan. Bizlar hammamiz birga xizmat qilganmiz. Samarqanddagi poligonda bir oy yotib, shu yerda tanishganmiz. Hamma do'stlarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Umri uzoq bo'lsin. Nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa, yaxshi kunlari bo'lsa, birgalikda bo'lish hammamizga nasib qilsin. Bundan keyingi mana shunday yig'ilishlar, diydorlashuvlarga hammamiz tarafdorimiz davom etishni tilaymiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, yaxshi niyatlar amalga oshirsin. Samarqand viloyati Tayloq tumanida istiqomat qilaman. 1983-85 yil 58-367 artpolka xizmat qilganman. Artilleriya samoходный polk, 1-divizion, 1-batariya. Razvedchik. Starший разведчик xizmat qilganman. Barcha xizmatdoshlarga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Tez shunaqa ishlash turaylik. Hammaga omad tilayman. Rahmat sizga. Endi ayting. Assalomu alaykum. Xizmatdoshlar. Mani ismim Sameyev Jalol Umarovich. 1964-yil 12-avgustda tug'ilganman. Ohangaron viloyati Teloq qishlog'ida tug'ilganman. Mana 1982-yil, 84-yil Germaniyada Magdeburg 58-367 batareya razvedkada xizmat qilganman. Qolaversa yana xilebres bo'lganman. Non kesganman. Mana shu yerda hamma o'rtoqlarim biladi, non kesganman. Hammalari yaxshi tilaklariga tilakdoshman. Do'stlarimga boya yaxshi tilaklar berdi. Mana G'aybi Hoji aka to'g'ri fikrni berdi. Har oyda bir yerda bir uchrash nasib bo'lsa. Xo'p. Yana qolaversa bu yerda do'stim Urmonali, yana G'ulomjon o'rtog'im tug'ilgan kunlarini tabriklayman. G'ulomjon, sizlarga ming rahmat. Mana shuncha do'stlarni birgalikda yig'ish hammaga ham nasib qilavermaydi. Shunday. Xudoyim mana shunaqa o'tirish hammamizga yig'ilish ko'pdan ko'p birgalikda o'tirish hammamizga nasib etaversin. Xudoning o'zi qo'llasin. Yaxshi kunlarda birgalikda bo'laylik. Rahmat. Sog' bo'ling. Ekran deb qo'ying-da. Assalomu alaykum. Hurmatli xizmatdosh do'stlarim, birodarlarim, hammalaringiz men Jabbor Rustam kitobdanman. Biz yerda xizmat qilganman. Men to'rali do'stimiz bilan yonmay o'tganmiz. Bir podezdan. Jon do'stlarimiz bilan yonmay o'tganmiz. Bitta bo'xankani bo'lishib yegan do'stlarim, hammalaringizga sog'lik, tinchlik, salomatlik. Xudo xolasa yanaki uchrashuvlarimizga ko'payishibgina yuraylik. Davralarimiz kengayib yursin. Hammalaringiz katta rahmat, sog' bo'ling. Boshlang. Assalomu alaykum. Hammaga bitta masla bersam, men ikkita masla beraman. Birinchi marta uchrashyapmiz. Undan keyin yana uchrashamiz. Mana bu Germaniya Pexota polka. Pexota polka xizmat ham bo'yicha yuramiz birga. Hammalarga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum o'rtoqlar, xizmat qilganlar Germaniyada 82-84 mana yig'ilishib o'tiribmiz. Shuncha odam kelibdi bugun. Mana shu Qashqadaryoni Merakidagi, Shahrisabz Merakidagi degan qishloqlariga yaxshi o'tiribmiz. Xudo xolasa mana kimki nima niyat qilgan bo'lsa yaxshi niyatlariga yetkazsin Alloh ularni. Mana endi bu yerga Xudo xolasa uchrashib turishga Xudo xolasa imkon bo'ladi. Endi bir-birimizni taniymiz, endi bu yerga aloqada bo'lib turamiz endi bu yerga. Yo'q, gapiring, o'zingizni tanishtiring. Men Ahmedov Zafar. Allohga shukronlar bo'lsin. Mana 44 yil bo'ldi boshlanishiga. Mana bugun ancha og'aynilar bilan chaqchaqlashib o'tiramiz. Shu kunga yetkazganiga shukr. Alloh yuzlarimizni yorug' qilsin, bolalarni baxt kamolini hammamizga ko'raylik. Yana niyat yana 20 yildan keyin hech bo'lmaganda hammamiz to'rga tushib shunaqa o'tiraylik. Rahmat sizlarga. Men Muqim Avaz. Mana shu GSVga Germaniyada mana shu o'rtoqlarimiz bilan xizmat qildik. Mana 42 yildan keyin mana shunday joyga uchrashib, mana shu kunni nishonlayotgan ekanmiz. Avvalambor mana shu do'stlarimizni ko'rganimdan xursandman. Sizga mana video olibsiz, sizga ham kattakon rahmat. Yana bundan keyin 10 yil, 20 yildan keyin ham mana shunday o'tirishlar
hammamizga nasib etsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Hammaga salom, yaxshiliklar, sog' bo'linglar. Mana do'stimiz Qurbonboy hammani to'plab yaxshi ish qildi. Mesevaga Germaniya xizmat qilgan yigitlar hammasi 42 yil deganga 100 ming ko'rishib o'tiribmiz. Allohga shukr. Hammalaringizga omad. Man Qurboni bo'lam. Qarshi shahridanman. 82-84 Gesovaga 99-artpolga xizmat qilganman. Mana bugun zo'ralar yig'ilgan ekan. Hammasiga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Nevarlarning boshlari sog' bo'lsin. Hoji akalarimiz bor ichimizga, hojilarimiz bor. Qolganlar ham shu hoji unvonni olsin. Yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi kunlarga guvoh bo'laylik. Rahmat do'stlar.